Assalomu alaykum, xayrli kun. Kelinglar, bugun sizlar bilan birgalikda gaplashamiz. O'zim haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Yoshim 26da 2000-yil 12-may sanasida Jizzax viloyati Tuzli tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim o'rta. Kollej bitirganman. Salon sohasiga 2017-yil kirib kelganman. Kollejga borardim ham salonda oydan keyin kanikul vaqtida o'qiganman va dars o'qishlar boshlanganda ishga tushganman. Mana shunaqa qilib qo'lga yuz qoshlarni chizishni yaxshi ko'raman. Millatim qirg'iz, turmush o'rtog'im o'zbek. Turmush o'rtog'im bilan tanishishimga sabab karantin. Karantinda salonlar yopilgan, ish faoliyatimiz to'xtagan va uyda bekor o'tirmaslik uchun sexga ishlashga kelganman Gulistonga. Sirdaryo viloyati Guliston shahriga. Va bu ishlagan seximda o'zimni qaynonam sex nachalnik bo'lib ishlagan. Tanishimiz judayam qiziqarli bo'lgan. Bir kuni kirganimga hali unaqa ko'p bo'lmagandi. Menga qizlar kelyapti o'sha sexda. Master qizlarimiz kelyapti, qara deydi. Shu yerda qolgin, biz bilan o'qigan, ishlayman. Ha, ishlayapman. Desam, yo'q deydi. Boshqachasiga deydi. Ha, nima bo'ldi desam, shu yerda bitta yaxshi bola bor, o'sha bilan gaplashib ko'r. Gaplashsang shu yerga sex nachalnik bo'lib ketarmiding deb meni hazil-huzul qilib gapirishgan. Yo'q, qo'ying, men ishlashga kelganman bu yerga. Yer topishga emas deganman o'zimcha. Keyin shunaqa bir hafta indashmadi. Bir haftadan keyin yana kelish boshladi. Ha desam, rasmimni ko'rsatgan xo'jayinimni. Keyin bo'pti deb qo'yavermadilaring deganmanda. Nomerim berganman. Nomerim berganimdan keyin qaynonam nomeri esimdan chiqib ketmasin degan maqsadda bilmagan holatda menga telefon qilib qo'ygan. Udib ketib qolgan to'g'riroq. Keyin ishdan chiqqanman. Ishga kirganimizda telefonimizni yig'ishtirib olib qo'yishardi. Ishdan chiqsam visit qo'ygan. Kim ekan bu deb qaytib telefon qilmaganman-da. Boyagi nomerni Telegramga saqlanib qolganman. Saqlanib qilsam, ne ko'z bilan ko'rayki, boyagi sexdagi sex nachalnikimizni rasmi chiqib kelgan Telegramda. Va uni orasida xo'jayinim ham rasmi bor edi. Keyin shu bilan kim bu desam, ishxonadagilar aytishmagan menga. Qaynonam aytgan ekanki, aytmanglar meni onasi ekanligimni. Meni uyalib, xijolat bo'lib yurmasin ishxonada deb. Endi meni xabari yo'q deb yashirib yurishgan mendan bu narsani. Lekin men o'sha kunda o'zidayoq bilib olganman. Lekin qaynonam o'rtaga tushganini bilmaganman-ku. 1-mart kuni 2020-yil 1-mart kuni uchrashganmiz. Birinchi rasmimni tashlaganman. Rasmini tashlasin degan boyagi menga telefon qilgan nomeriga rasm tashlaganman. Keyin shu bilan rasm tashlaganimdan keyin telefon qilgan, tinchmisiz deb so'rashib tanishganmiz. Shu bilan tanishganimizdan keyin 2 kun telefon qilmagan. Keyin ishxonaga kelyapman, ishxonaga kelsam qizlar so'rayapti o'sha boyagi
gaplash deydigan qizlar so'rayapti. Nima bo'ldi Zuhra, nima bo'ldi? Gaplashdingmi, nima bo'lyapti, gaplashyapsizlarmi dedi. Yo'q, ujum atmen bo'lib ketdi deganman. Keyin ular yugurgilab qaynonamni oldiga borgan. Telefon qilmayapti ekan, uje bo'ldi ekan, отказ qildi deb. Keyin qaynonam sirasi bolasiga telefon qilgan. Bo'ldimi uje, yoqmadimi degan maqsadda telefon qilgan. Bilsak, u odamni esidan chiqib qolgan ekanman. O'zim 27 yoshida uylangan bo'lsa, uje unaqa davrdan o'tib ketib bo'lgan. O'laman, kelman degan davrdan uje katta hayotga yo'l qo'yadigan paytda bo'lgan. Keyin ayasiga aytgan ekan, esimdan chiqib ketib qolibdi telefon qilish deb. Keyin ishdan chiqishimga telefon qilgan. Esimdan chiqib qolibdi, to'g'risida telefon qilish sizga deb. Uchrashib ko'rsak maylimi degan keyin. Keyin 1-mart kuni ko'rishganmiz. Rasm shunchaki Damas'da o'tirgan holatni rasmga tushib tashlaganman. Ko'rib, rasmdagi qiz sizmi siz degan. Ha, menman desam, rasmdagi nisbatan yosh ko'rinar ekansiz degan. Endi rasmda kattaroq ko'rinib tushgan bo'lsam kerak-da. Keyin o'zim bilmaganga solib, ishxonada kimingizdir bormi deb so'raganman. Shunda bor. O'zim to'g'risi narsani bilmagan, yashirayotgan qaynonamni. Ha, bor, ayam bor degan. Keyin men desam, ismlarini aytgan. Sex nachalnigingiz desam, ha degan. Keyin ishxonadagilar menga uni aytmagandi. Ayiz shu yerda ishlashligini desam, xijolat bo'lmasin deb sendan yashirgan shekilli degan. Keyin millatim qirg'izligini aytganman. Qirg'izligini bilganidan keyin uyga borgan ekanda, butun u tarafi bor ekan, topgan qizingizni degan. Nima bo'ldi? Nimasi bor ekan deb aytsa, millat qirg'iz ekan, bilarmidingiz degan. Qaynonam bu narsani bilgan to'g'rirog'i. Faqat o'g'ligacha esidan chiqib qolganda. Ha, bilaman degan. Qaynotam tojik bo'lmasa bo'ldi degan. Shunaqa. Shu bilan keyin sevgi tariximiz boshlanib ketgan. Shunaqa qilib tanishganmiz. Ko'pchilik uydagilarim to'g'ri qarshi bo'lgan, chunki o'zim millatim qirg'iz bo'lgani uchun o'zbekka bermaymiz deb ko'pchilik qarshilik qilgan. Qarshiliklarga qaramasdan yerga tekkanman va Xudoga shukr qilaman. Qo'limdagi makiyajimiz ham tayyor bo'ldi, ko'rib baho bering.